Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 70-kunidamiz. Bir foydali ma'lumot ulashib ketmoqchi edim. Ya'ni zooparklarga, hayvonot bog'lariga borgan paytda ko'zimiz tushadiki, katta baquvvat kuchli fillarni kichik bir qoziqqa bog'lab qo'yganiga ham guvoh bo'lamiz. Yani u fil qanday shu holatga kelib qoladi? Juda kuchli fil bir kichik arqonda yoki zanjirda uzolmaydigan bir holatga kelib qolishini bir ko'rib chiqsak, u yoshligidan shu oddiy qoziqqa deylik yoki bir ustunga o'sha oddiy arqon bilan bog'lab qo'yiladi. Yoshligida esa harakat qiladi, uzishga, chiqib ketishga. Qarasa kuchi yetmagani uchun, nozik nimjon bo'lgani uchun uni uddalolmaydi hamda o'sha holatda qoladi. Katta bo'ladi-yu, ammo aqli rivojlanmaydi hamda shu yoshligidagi fikrlashi uni miyasida qolib ketadi. Ya'ni katta bo'lganda ham bog'lanib turar ekan, men buni uzolmayman. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi, irodasi pastroq bo'ladi. Ya'ni men buni uzib chiqib keta olmayman deb turib harakat ham qilmas ekan. Yana bir ma'lumot o'qigandik. Akulalar, bilsanglar, ulkan okeanlarda, ummonlarda juda bir katta bo'lib yetishadi, ammo akvariumda yetishtirsangiz, atigi 20 sm bo'lib o'sadi ekan. Ya'ni muhit muhim. Shunaqa inson ham tushunchalardan, fikrlardan iborat. Qachonki o'zgarishni xohlasa, istasa, u avvalo o'zidan boshlash kerak. Ya'ni fikrlashini, tafakkurini, dunyoqarashini o'zgartirish kerak. Shu ma'lumotni ulashib berganimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.